Assalomu alaykum barchalaringizga. Bugun Veray'da renderda o'rnatishni boshlaymiz. 3ds Max'imiz uchun. Birinchi o'rinda internet albatta uzilgan bo'lishi kerak. Bu Windows Security'dan kirib turib, Manage Settings'ga mana bu real time o'chirilgan bo'lishi kerak. Обязательно o'chirganimizdan so'ng Shtik Smax keyin Veray'imizni o'rnatishni boshlaymiz. Install. Mana bu yerda litsenziya shartlari, ya'ni internetga ulanish narsalari, o'shalar haqida so'rayapti. Biz o'rnatishimiz kerak emas. Biz uchun bu kerak bo'lmagan, bizga zarar yetkazadigan fayl. Donani bosib o'tkazib yuboramiz. Mana internetga kirgizib yubordi aytganimizdek. Xo'p, mayli. Albatta o'rnatildi. Keyingi qiladigan ishimiz copy qilamiz. Ctrl S Program of Files Autodesk 2026 Autodesk 2026 va shu yerga bitta tashlab qo'yamiz. Istavit. Xo'p, keyingi qilayotgan ishimiz bunusini kopirovat qilamiz. Ya'ni Ctrl S boya olib olgan faylimizni keyin program filesda ichiga kirib turib Autodesk HTS Max 2026 albatta bizaniki. Keyin mana shu yerda bin papka bo'ladi. bin mana bin papka chekirib olib turib bitta tashlab olamiz. Boyagi yuklab olgan narsamizni. Copyright. Hop, albatta buni bergan holatda. Shu bilan ishimiz tugadi. Bir ochib ko'ramiz. 3ds Max'ga. Mana Veray'da to'liq o'rnatib oldik. 2026 versiya Veray 7-avlodini.
Hop, mana o'zini sozlamalari ham chiqib keldi. Mana shuni shunday olamizda, mana bu yerdan qo'shib qo'yamiz. Mana bu Verayniki, bu Karavonaniki. Tugatdik. Tabriklaymiz. Siz osongina qilib tushuntirganda nima deydi? 100% qilib o'rnatdingiz. Podpiska bo'ling, like bosing, kommentariy yozing, tushunmagan joylaringizga komment yozing, biz albatta javob qaytaramiz. Bu programmalarni esa fayllarni Telegram kanalimizga taylab qo'yamiz. Telegram kanalimizning linki описаниеda yoki Telegramimizda o'sha YouTube'imizda bosh sahifalarda joylashtirib qo'yilgan. Sizlarga kattakon rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.